Uy sharoitida bakallarga rasm bosish biznesi. Videoni oxirigacha ko'ring, barcha hisob-kitoblari, amaliyotlarini ko'rsatib beraman. Bitta bakalga o'rtacha 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. Bitta bakaldan esa sizga 25 ming so'm sof foyda qoladi. Birinchi navbatda qiladigan ishingiz Tillo Nabiyev jamoasidan mana shunday bakallarga rasm bosuvchi termopress uskunasini sotib olish. Keyingi o'rinda xomashyolarni sotib olish. Bu biznesga ishlatiladigan xomashyolarni barchasini o'zimizdan topishingiz mumkin. Bakallar, maxsus qog'ozlar, maxsus kraska, bo'yoqlari bilan birgalikda o'zimiz sizni ta'minlab turamiz. Uskunani bizdan olgan xaridorlarimizga ish tartibini ham tushuntirib, kerakli tavsiyalarni, qanday qilib sotish, qanday qilib reklama qilishlarini ham o'rgatib boramiz. Ko'p gapirgandan keyin sizlarga ish tartibini ko'rsatib bera qolaman. Ish tartibi shunchalik oddiyki, katta yoshli insonlar ham, uyda o'tirgan ayollar, ishimdan bo'sh vaqtimda qilib turaman deganlar ham bu ishni bemalol qila oladi. Uskunamiz ko'p quvvat talab etmaydi. 110 voltdan 220 voltgacha elektr manbai bilan ta'minlab tursangiz bas. Ish tartibi juda ham oson va oddiy. Ko'rib turganingizdek uskuna bitta xon stolga joy bo'ladi. Quvvat manbaiga uskunani ulaganimizdan so'ng maxsus tugma yordamida ishga tushiramiz. Va uskuna qizib tayyor holatga kelgunga qadar biz bunga rasmlarimizni tayyorlab turamiz. Hozirgi paytda kim ham bakalga rasmni tushiradi deb noto'g'ri xayolga bormang. Shaxsiy brendlar, har xil xususiy bizneslar, restoran, kafelar rivojlanib borgani sari mana shunday ishlarga ham talab ortib boraveradi. Uskunani sotib olganingizdan so'ng sizdan talab etiladigan yagona narsa mijoz topish. Mijoz topishni ham qayerlardan qanday qilib topishni ham o'rgatib boramiz. Mana yaqinda maktab bituruvi 25-may. Maktab o'quvchilarini o'zi bilan yoki ularga vinetkalarni, bituruv albomlarini tayyorlab beruvchi fotograflar bilan kelishib ham o'z mahsulotlaringizni o'tkazishingiz mumkin. Mana shunday kerakli tavsiyalarni ham doimiy tarzda mijozlarimizga berib boramiz. Bakalni qayeriga korxona logotipini yoki rasmni yopishtirmoqchi bo'lsak, o'sha yerga rasmni moslashtirib qo'yib olamiz. Ish jarayonida kerakli ma'lumotlarni berib o'taman. Uskuna soatiga 300 vatt elektr manbaini talab qiladi. Bu degani 3 soat apparat ishlab turgan vaqtda 1 kilovat elektr manbaini sarf qiladi. 1 kilovat elektr manbai hozirgi paytda 650 so'm. Bu degani 1 soatda siz har 5 daqiqada bittadan bakal tayyorlaydigan bo'lsangiz, elektr manbai uchun pul ajratmasangiz ham bo'ladi. Aytayapman-ku, 3 soatda 650 so'm tok sarf qiladi. Siz 5 daqiqada bitta bakalni tayyorlaysiz. Bu ishni qilishda sizning yashash hududingiz umuman ahamiyatga ega emas. Chekka hududlardan turib ham onlayn tarzda ish faoliyatini olib borsangiz bo'ladi. Sizning asosiy mijozlaringiz bu internetdan keladi. Qanday qilib reklama qilish, internetda sotishni ham tushuntirib beramiz o'zimiz. Juda ko'pchilik 10 yoki 20 dollar arzoniga uchib apparatni noto'g'ri olib qo'yishyapti. Apparatning ko'rinishi bir xil bo'lishi mumkin, lekin mana bu protsessorning ichidagi mexanizmlarda farq qiladi. 15-20 kishini xuddi ana shunday noto'g'ri sotib olgan apparatlarni, protsessorlarni almashtirib xizmat ko'rsatib berdik. Xuddi shunday arzimagan mablag'ni tejab qolaman deb noto'g'ri uskunaga aldanib qolmang. Apparatimiz kerakli haroratga chiqib olguncha biz qog'ozni va bakalni tayyorlab olamiz. Tayyor bakalni apparat harorati yetarli darajaga chiqqandan so'ng uskunaga joylashtirib bosamiz. Mana ko'rganingizdek apparatni ishlatish unchalik qiyin emas. Faqatgina o'zini mayda-mayda sir-sinoatlari bor. Bularni ham sizlarga tushuntirib beramiz. Uy sharoitida ham yoki sizni qo'shimcha biron bir magaziningiz, do'koningiz bo'lsa ham, u yerda ham bu faoliyatni olib borishingiz mumkin. Ko'rganingizdek hech qancha vaqt ketmaydi. Bitta bakalga 5 daqiqa vaqt kifoya qiladi. Davlat ishida ishlasangiz ham bu ishni qilishingiz mumkin. O'quvchi bo'lsangiz ham, qiz bo'lamisiz, o'g'il bo'lamisiz, talabamisiz, umuman jins, yosh tanlamaydigan ishni sizlarga taklif qilyapman. Bundan tashqari bizda yana uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan qadoqlash biznes uskunalari ham bor. Ko'rib turganingizdek qurtlar, pista mahsulotlari, bodom mahsulotlari, pishloq mahsulotlari va yana boshqa ko'plab mahsulotlarni uy sharoitida mana shunday vakuumli yoki vakuumsiz qadoqlagan holda ham pul topishingiz mumkin. Bunday qadoqlangan mahsulotlarning bittasidan kamida 2000, ko'pi bilan 5000, 6000 ham bitta qadoqdan foyda qoladi. Bunday uskunalarni ham bizdan xarid qilishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, 2 xil turdagi, 2 xil modelli uskunalarimiz bor. Biz bunaqa uskunalarni ham juda ham ko'p turlarini sotganmiz, to'xtalganimiz mana shu bo'ldi. Ishonchli, original qadoqlovchi vakuum uskunalari. Bularni ham xarid qilib, o'z ishingizni boshlashingiz mumkin. Bakallarga rasm bosish uskunasini ham puli qimmatlagani sari imkoniyatlari kengaygan versiyalari ham mavjud. Ularni Telegram kanalimizdan batafsil ma'lumotlarini, narxlarini olishingiz mumkin. Bir nechta harakat orqali bitta bakalni tayyor holatga keltirib bo'ldik. Boshlanishiga shunchaki sizning qo'lingiz kelmasligi mumkin, lekin o'rganib olganingizdan so'ng 5 daqiqa emas, undan ham kam vaqt ichida tayyorlab bo'lasiz. Juda ham chiroyli tarzda rasmimizni bakalga o'tkazib berdi.
Ko'p o'ylanmasdan o'z ishingizni uskunani sotib olib boshlang. O'rgatib qo'yish xizmatlari xomashyo bilan ta'minlab turish, barchasi bu bizni zimmamizda. Kerakli tavsiyalarni ham berib boramiz. Qanday qilib sotish, qayerlarda sotish mumkinligi, qanday qilib reklama qilish haqidagi ma'lumotlar ham sizniki bo'ladi.